Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Müslüman alimlar birligi Xitoyning ro'za tutishni cheklaganligini qattiq aybladi. Dünya Müslüman Alimlar Birligi Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga Ramazonda ro'za tutishni cheklaganligini qattiq ayblab bayonot e'lon qildi. Dünya Müslüman Alimlar Birligi Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga Ramazonda ro'za tutishni cheklaganligini qattiq aybladi va Xitoyni musulmonlarning huquqiga va diniy hissiyotiga hurmat bildirishga chaqirdi. Shundaqla Xitoy doiralaridan Müslümanlar haqqida chiqargan bu haqsiz qaroridan voz kechishni talab qildi. Dünya Müslüman Alimlar Birligi yana xalqaro tashkilotlarni Xitoydagi musulmonlarni qo'g'dash uchun o'z vazifasini ado qilishga chaqirdi va bu turdagi bostirishning faqatli texmi ko'p qalaymaqonchilik va jiddiychilikni paydo qilganligini ta'kidladi. Bayonot 13 modda shaklida e'lon qilingan bo'lib, Dünya Müslüman Alimlar Birligi raisi ustoz doktor Yusuf al-Qaradavi, bosh mudiri ustoz doktor Ali al-Qarhdag'i imzoliq bayonotda Xitoy doiralarining vatanimizda elib berayotgan butun tajovuzchiliklari birma-bir tafsili tilga ilingan va qattiq ayblangan. Bayonot oxirida agar Xitoy hukumatı bu nidoga quloq solmagan taqdirda butun dunyodagi musulmon olimlar Xitoyning o'p-uchuq dushmanlarcha pozitsiyasini o'z xalqlari va hukumatlari oldida echib tashlash uchun butun kuchini chiqaradiki, albatta buning Xitoyga nisbatan iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan cho'ng ta'sir bo'ldi deb Xitoyga ogohlantirish bergan. Bayonotning tafsilotini to'g'rimizning yozma xabarlar bo'limidan ko'rib olasizlar. Biz bu vaqtda Istanbulda yashayotgan Uyg'ur ziyolisi Azat Bug'ra apandi bilan suhbat olib bordik. Dünya Müslüman Alimlar Birligi tarafidan e'lon qilingan Xitoyga qarshi Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan diniy bisimlarga qarshi e'lon qilgan bayonotini tafsili har qatimqadan jonliq buningda ilgirmi bu tashkilotdan bir necha qatim e'lon qilingan, lekin texmi jonliq texmi o'tkir bo'lib Xitoyning asos qonunlaridan misollarni kelib Birlashgan Davlatlar Tashkilotining diniy erkinlik ahdnomasining 4-moddasininki qanday oyoq osti qilinganligi ashulni hammasini tafsili bir shaklda uzun natijalı o'tkir bir til bilan Xitoyga buna roziligini bildiribdi. Bu haqiqatan bizning Uyg'ur davosida, Doğu Turkiston davosida muhim bir ilgirlash deymiz. Bunda qanday hadisa endi bu tashkilotning ta'siriga kelsak, bu tashkilot islom dunyosidagi eng cho'ng, eng mo'tabar tashkilotlarning birisi. Islom hamkorlik tashkilotidan qaslam mushu tashkilot eng oldin qatorda turdi. Bu tashkilotga Yusuf Qardaviga o'xshash islom dunyosining eng tanilgan ilg'or mutafakkir olimlar boshqalar rahbarlik qilayotgan. Dunyoning hamma yerida bular islom universitetlarining hammasi dunyoning hamma yerida degidek nechilagan davlatlarda sho'bisi bor. Hatto Turkiyadami bor buning sho'bisi. Axborot sohasidami bu tashkilotningki dunyo axborot sohasida ta'siri kuchli. Mayli islom dunyosida olsun, mayli g'arb dunyosida olsun, bular o'rta sharq musharayilida ta'siri eng o'tkir tashkilotlar desak bo'ladi. Ta'siriga kelsak, mana hozir bu dunyo musulmon olimlar birligi tarafidan bayonot e'lon qilinib, shu kunidan Turkiyada hozir bu bayonot e'lon qilinmagan gazeta, bu bayonot e'lon qilinmagan televiziya xabarlari qolmadi degidek. Hammalar shu qadar endi so'zlarga e'tibor berdigan musulmonlar bu musulmon ulamolar birligi tarafidan chiqarilgan har qanday fatvo, har qanday fikr, har qanday qarashni besh ko'zi ustiga qabul qildigan, hurmat bildirdigan bir tashkilot. Ammo shundan ko'rib olsak, ikkinchidan andikin bu bularmi bizning Sharq Turkiston davosi tarixdan buyon bir ismida ko'rinib turgandek bir turkchilik davosidek yoki bir millatchilik yoki bir irqchilik davosidek bilinib kelganlikdan islom dunyosida degandek islom dunyosidagi shunga o'xshash mo'tabar tashkilotlar degandek uni islom davosining bir parchasi yoki musulmon ummatning bir parchasi sifatida va shuning davosining bir sifati qatorida bir parchasi qatorida qo'yniga toza basolmay kelganda ham yaqinning yog'i bular
Mush 2009 yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyin islom dunyosida bu ko'rinarli darajada uvilningmi diqqatini tortishga O'shunda bizning bo'libmi da'voyimizningki islom dunyosida to'nilishi, islom dunyosidagi barliq musulmonlar xuddi Falastin masalasiga, boshqa Myanmar, boshqa mayli Checheniston, mayli Kashmir islom dunyosida shunday ishg'oliyat ostida, zulm ostida qilayotganligiga qanday ega chiqib, shularga qanday yordam qilayotgan bo'lsa, bizgimi ulardan nechasi ortiq darajada bizning da'vog'imiz ashning bir islomning bir parchasi, Sharqi Turkiston islom dunyosining bir parchasi, Xitoyning bir parchasi emas. Sharqi Turkistondagi musulmonlar ummatining bir parchasi, uning derdi bizning derdimiz deb bütün islom dunyosi bu derdni o'zining derdi qatorida ko'rdigan, shuning o'zininki masalasi islom dunyosining masalasi, bu Uyg'urning masalasi ya Sharqi Turkistonning masalasi emas. İslam dünyasının meselesi qatoriga o'tkazish bizning chet eldagi faoliyat qilayotgan barliq tashkilotlarimizning vazifasi. Ammo buni biz qanchalik o'rindiy olamiz, bu qanchalik kuch chiqara olamiz, bu endi hammamizga ma'lumlik imkoniyatlarimiz bu qadar kuchli bo'lmasligi mumkin. Mushunda bir sharoitda, mushunda imkoniyatimiz tez yetishmayotgan mushunda bir sharoitda bütün dünyada nopozu var. Aynı barmakta sanıldığan nopoz, dünyada barmakta sanıldığan nopozluk teşkilatlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı deb şu kolumuzda sanıldığan teşkilatlarının ki barmakta sanıldığan şunda nopozluk çoğun teşkilatlarının birisinin bunda güçlük Xitoyga narazılık, etiraz bildirişi. Bu bizning da'voyimizning islom dunyosining, islom davosining bir parchasiga aylanishiga muhim turtki bo'ldi deb o'ylayman. Onundan başka Xitoyninki Uyg'urlarga silayotgan bu zulmni, abdi beshirisini bütün dünyaga içip tashlash, Uyg'urlarning derdini, sadasini bütün dünyaga anglatish, bütün dünya musulmonlarning hissdashligini Uyg'urlar tarafga tortishdimi? Bu bayonotning muhim unumi bo'ldi deyman. Buning unumini mana bugunlam Türkiye'de, yalğız bir devletde ben. Türkiye'de qancha o'nlagan gazet, qancha o'nlagan televizorga chiqqan bu xabarning ko'rib olsak bo'ldi. Bu aynı zamanda bu yalğız Türkiye'de chiqmaydi bu bayonot. Hozir dunyoning islom dunyosining hammasi hatta Pokistondan tortib Xitoy shunday yaqin Pokistonga o'xshash davlatlardan tortib xabar qildi. İslam dunyosining hammasi bu dünya musulmon ulamolar birligininki bu bayonnamasi çoxum tartibga kelib bo'ldi hozir. Bu bir hisobdan bizning da'voning tonilishida cho'ng bir ilgirlash desak bo'ldi. Xitoy dinsizlashtirish tashviqotini kuchaytirib yo'lga qo'ymoqda. Xitoy Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida atalmish asabiylikni tugutish nomida o'xshamagan shakldagi tashviqot faoliyatlarini elib bormoqda. Xitoyning 24-iyundagi Xinjiang xabarlari programmasida atalmish asabiylikni tugutish tashviqotining yaxshi ishlanayotganligi xabar qilindi. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida atalmish asabiylikni tugutish nomida o'xshamagan shakldagi tashviqot faoliyatlarini elib berayotgan bo'lib, har qaysi rayonlardagi Xitoy tashviqotchilari 14-iyun ochilgan diniy zotlar suhbat yig'inida o'ttirg'a qo'yilgan musulmon ommaning ideyasini burmalaydigan vatanni suyish, millatlar ittifoqligi, qonun o'g'inish, qonunga rioya qilish qatorliq Xitoyning koni shuarlarini hamda Xitoy sekretari Jangning yig'inda o'ttirg'a qo'ygan 5 ochquch qatorliq safsatalarini va xalqning qalbini jonliq ta'sirli so'zlar orqali moyil qilish degan ko'rsatmalarini mazmun qilib turib, ta'tir tashviqot elib berishni davomlashtirgan. Xitoy yana tashviqotni kishi beshiga amillashtirib, bir qism tashviqot aktivlarini xolis tashviqotchi sifatida o'ttirg'a chiqarib, ularning rolidan foydalangan. Bu tashviqotchilardan Xotan viloyatidagi Osmon Mahmad va Otikam Nizomiddin o'zining alohidligini joriy qildirib, Xitoy tashviqoti uchun teg'imi yaxshi xizmat qilganligini bildirishgan. Lopnur noyasidagi Chin familiyalik Xitoy bu noyadagi ayollarga Uyg'ur tilida asabiylikni tugutish tashviqoti elib borgan. Xitoy boshlang'ich maktab o'quvchilaridan tortib dehqon ayollargacha jamiyatning butun sohasidagi kishilarga qarata leksiya so'zlash, usulga selish, musobaqa uyushtirish qatorliq dinsizlashtirish faoliyatlarini elib bormoqda. Yana bir tarafdan Xitoy xalq to'rining 24-iyundagi xabarida Gumin oilasining Sanju yezisi Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan umumyuzlik dinsizlashtirish, xitoylashtirish maqsad qilingan asabiylikni tugutish nomidagi ta'til tashviqotlariga moslashish uchun bu yil kirgandan buyon turli adabiyot, san'at, madaniyat, tantarbiya faoliyatlarini qanot yaydirgan. Xitoy doiralari Sanju yezisida musulmon ommasiga qarata tashviqotni kuchaytirib,
ularni atalmış zamonaviy madaniyatni yetakchi qilib, go'zallik qurilishini cho'rdab, diniy kayfiyatni sustlashtirishga yetaklagan. Qashqar shahrida Xitoy saqchilariga qarata fidoilik hujumi elib berildi. 22-iyun Qashqar shahridagi bir tekshirish punktida Uyg'ur fidoilar bilan Xitoy saqchilari orasida to'qinish yuz berib, eng oz deganda 18 odam hayotidan ayrilgan. Qashqar shahridagi bir tekshirish punktida Uyg'ur fidoilar bilan Xitoy saqchilari orasida to'qinish yuz berib, eng oz deganda 18 odam hayotidan ayrilgan. Eginlasha bu voqea dushanba kuni Qashqar shahrining Taxtiko'ylik rayonida yuz bergan bo'lib, Turg'un Mehmet ismli bir saqchining Erkin Osiyo radiosiga aytib berishicha, voqea bir avtomobilning tekshirish punktidan to'xtamay o'tib ketishi bilan boshlangan. Bir saqchi yugurib chiqqandan keyin mashina yenib kelib, uningga usib putini sundirib o'tgan. Ikki fidoi mashinadan tushib, Xitoy saqchilariga pichoq bilan hujum qilib, ikki saqchini o'ldirgan. Xitoyning qatnash saqchilari boshqa saqchixonadan va qurolli saqchilardan yordam so'ragan. Qurolli saqchilar yetib kelgan vaqtda 3 nafar fidoi 3 chaqliq motosikletda kelib, tekshirish punktiga va saqchi mashinalariga portlatgich moddalar bilan hujum qilgan. Hujumda bir odatdagi saqchi, bir qatnash saqchisi va bir yordamchi saqchi o'lgan. Uningdan boshqa yana 4 Xitoy saqchisi yaralangan va bir saqchi mashinasi buzib etilgan. Bu Xitoy saqchisining aytishicha, Xitoy qurolli saqchilari 15 nafar kishini terrorlik gumondori deb aytib o'tgan. Uning bildirishicha, fidoilar ishlatgan mashina Atush shahriga tava nomer taxtisi qo'llangan bo'lib, lekin fidoilar Qashqar viloyatining Yangi va Fayzivot nahiyalaridan ekan. Bu voqea yuz bergan naq maydonga yaqin bo'lgan Qashqar O'stang bo'yi saqchi idorasidagi bir saqchi bu voqeaning yuz berganligini jazmlashtirgan, lekin qancha kishining o'lganligini bilmaydiganligini aytgan. U yana ayollarning borligini bildirgan. Uning aytishicha, bunday voqealarda uchurlar qattiq kontrol qilinadigan bo'lib, voqea tafsilotlari hatto saqchilarga ham uqtirilmaydi ekan. Vaziyat hozirmi nihoyat jiddiy ekan. Ismini oshkorlashni rad qilgan bir pensiyaga chiqqan kishi o'zining bir saqchi xodimidan bu voqeada 28 kishining o'lganligini, ularning ichida 6 nafarning hujum qiluvchi fidoilar, 3 nafar saqchi qolganlarining atrofdagi kishilar ekanligini anglaganligini bildirgan. Bu kishining bildirishicha, saqchilar qalaymaqan o'q chiqarib, voqeaga munosabatsiz kishilarning o'lishiga sabab bo'lgan. U kishi bu voqeani Xitoy doiralarining Ramazon oyida yo'lga qo'ygan cheklimlari sababidan bo'lgan deb qaraydiganligini bildirgan. Xitoy bu yil Ramazon yetib kelishi bilan yillardan buyon yo'lga qo'yayotgan cheklimlarni texmo kuchaytgan edi. Şanghayda tümelligen adam namoyish qilibmi talabini anglatolmadi. 6-ayning 23 kuni Şanghay shahri Jinshan rayonida 10 mingdan ortiq kishi hukumatga qarshi namoyish o'tkazdi, ammo dardini anglatolmadi. 6-ayning 23 kuni Şanghay shahri Jinshan rayonida 10 mingdan ortiq kishi rayonlik hukumat binosining oldida namoyish o'tkazib, doirlardan muhitga og'ir darajada buzg'unchilik qilgan ximiya sanoat zavodi qurish turini amaldan qoldirishni talab qilgan. Ko'plagan Xitoy saqchilari tayyorlik holatida turgan bo'lib, saqchilar qurolini chiqarib, ommaga tahdid selib, to'qinish keltirib chiqargan. Necha ming shahar aholisi kecha soat 12 gacha hukumat binosining oldida yig'ilib turgan. Nurg'un kishilar qo'lga olingan. 23-iyun yana necha ming kishi rayonlik hukumatning oldiga yig'ilgan. Zo'r turkumdagi saqchi hozirlik holatiga o'tib, shaharlik hukumatga boradigan barliq yo'l eg'izlarini qamal qilgan. Sirtdan kelib namoyish qatnashganlar birdak qo'lga olingan. Namoyish qatnashgan shahar aholilarining bildirishicha, bu xil qurilish turi muhitga og'ir darajada buzg'unchilik qilgan bo'lib, bu bir necha kun ichida qarishliq nihoyat qattiq bo'lgan. Doirlar hozirgacha biror tushuntirish bermagan, ham namoyishchilarning qo'lga ilinganlarni qo'yib berish talabiga inkos qaytarmagan. Namoyishning yana davomlashadiganligi mo'ljallanmoqda. Amerika Xitoy strategiya va iqtisod suhbati ziddiyatlar ichida oyoqlashdi. 7-ci qatımlıq Amerika Xitoy strategiya va iqtisod suhbati çarşamba kuni Washingtonda oyoqlashdi, lekin ziddiyatlar yanada ro'shan bo'ldi. 7-ci qatımlıq Amerika Xitoy strategiya va iqtisod suhbati çarşamba kuni Washingtonda oyoqlashdi. Ikki davlat tor bexatarligi, kishilik huquq, hukumatsiz tashkilotlar va Janubiy Xitoy dengizi qatorliq masalalarda belgilik o'rtoqlik hosil qilgan bo'lsa-mu, lekin ziddiyatlar yanada ro'shan bo'ldi. Janubiy Xitoy dengizidagi egilik huquq masalasi bilan tor hujumi ikki tarafning ishonchiga buzg'unchilik qildigan eng asosli omil bo'ldi. Kishilik huquq masalasida Xitoy taraf Xitoyning kishilik huquq ishlarini ilgari surish jihatida zo'r natijalarga erishganligini jor soldi va davlatning ichki siyosatiga aralashmaslik asosida Amerika bilan kishilik huquq jihatida hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirdi. Ikki taraf yana klimat o'zgarishi, Iran va Chavshan yadro masalasi va radikal tashkilotlarga zarb berish qatorliq masalalarda hamkorlikni kuchaytirishni ta'kidlashdi.
Xitoy harbiy parad o'tkazganligini e'lon qildi. Xitoy 9-oyda Yaponga qarshi urush va dunyo fashizmiga qarshi urush g'alabasining 70 yilligini xotirlash uchun Tiananmen maydonida harbiy parad o'tkazganligini e'lon qildi. Xitoy 2-dunyo urushining g'alabasini xotirlash munosabati bilan harbiy parad o'tkazib, eng yangi qurollarni namoyon qilganligini e'lon qildi. Bu Xitoy armiyasining davlat bayramidan boshqa kunlarda o'tkazgan tunji harbiy paradi hisoblandi. Xitoy seshanba kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochib, 9-oyning 3-kuni Yaponga qarshi urush va dunyo fashizmiga qarshi urush g'alabasining 70 yilligini xotirlash uchun Tiananmen maydonida harbiy parad o'tkazganligini e'lon qildi. Bu Xitoyning tunji qatim davlat bayramidan boshqa vaqtda harbiy parad o'tkazishi hisoblandi. Bu qatimqi harbiy paradga Xitoy tunji qatim chet el armiyalarini taklif qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin qaysi davlatlarning armiyalari taklif qilinganligi ko'rsatilmadi. Xitoy axborot vositalari Rossiya prezidenti Putinning bu harbiy paradga qatnashadiganligi to'g'risida xabar bergan edi. Rossiya davlat mudofaa ministrimi yaqinda Rossiya armiyasining vakil avatib harbiy paradga qatnashtiradiganligini bildirdi. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu qatim bir qism davlatlar tanqislikda qoldi ekan. Harbiy paradga qatnashishni rad qilsa, Xitoyning chig'i tekkan bo'lib hisoblandi ekan. Agar qatnashsa, Xitoyning harbiy kuchining eshiyotganligini e'tirof qilgan bo'ldi ekan. Bir qism tahlilchilar Putinning va Rossiya armiyasining bu qatimqi harbiy paradga qatnashishi balkim G'arb davlatlari rahbarlarining Beijingga kelib harbiy manevrga qatnashishiga to'sqinlik qilishi mumkin deb qaradi. Axborot e'lon qilish yig'inida qaysi davlatlarning rahbarlarining taklif qilinganligi to'g'riliq ma'lumot berilmadi. Xitoy amaldori chet el armiyalarini harbiy paradga taklif qilishning Xitoy va dunyo xalqining tinchlikni qo'g'dash arzusini ifoda qilganligini jar soldi. Sirtqi dunyo bo'lsa Xitoyning harbiy kuchini taraqqiy qildirishdagi maqsadining Janubiy Xitoy dengizida va Sharqiy dengizda boshqa davlatlar bilan egilik huquq kurishi ilib berish deb qaradi. Xitoy bu qatimqi harbiy paradda Xitoyda ishlangan ham hozir armiyasida qo'llanayotgan bir qism yangi qurollarni ko'rsatganligini bildirdi. Axborot e'lon qilishig'ida chet el muxbirining 1989-yili 6-oyning 4-kuni Tiananmen maydonida yuz bergan qonliq fojia esimizda turibdi. Chet el armiyalarini taklif qilib harbiy paradga qatnashtirish Xitoyning obraziga ta'sir ko'rsatamdi degan savoliga Xitoy taraf bevosita javob bermadi. Bu qatimqi paradda yana ilgari urush qatnashgan bir qism pishqadam Gomindang a'zolari parad ko'rishga o'rinlashtirilgan. Xitoy amaldori Gomindangning Yaponga qarshi urushda muhim rol o'ynaganligini tilga olgan. Lekin Xitoyning darslik kitoblarida izchil Mao Zedong rahbarligidagi Xitoy kompartiyasining Yapon tajovuzchilarini mag'lub qilganligi ta'kidlanib kelgan. Azhar Universiteti Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga bo'lgan diniy cheklamalarini aybladi. Musulmonlarning eng oliy ilm yurti bo'lgan Azhar Universiteti Xitoyning Uyg'ur musulmonlarining ro'za tutishiga bo'lgan diniy cheklamalarini ayblaydiganligini bildirdi. Musulmonlarning eng oliy ilm yurti bo'lgan Azhar Universiteti juma kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlarining ro'za tutishiga bo'lgan diniy cheklamalarini ayblaydiganligini bildirdi. 6-oyning 18-kuni payshanba bu yilgi muborak Ramazonning tunji kuni. Xitoy doiralari bu muqaddas oy yetib kelish oldida Sharq Turkistonda diniy cheklamalarni kuchaytirib, Uyg'ur musulmonlarining bu ulug' ibodatni ado qilishiga zo'r to'sqinlik qildi. Ahli sunnat musulmonlarining eng oliy bilim yurti bo'lgan Azhar Universitetining bayonotida mundaq deyildi. Azhar Universiteti va uning bosh imomi Ahmad At-Toyyib Xitoy doiralarining Uyg'ur musulmonlarini Ramazon oyida ro'za tutish va diniy faoliyatlarni qilishdan cheklaganligini ayblaydi. Azhar Universiteti Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratgan har qanday shakldagi diniy huquq va kishilik erkinlikka daxli taruz qilgan zulmlarga qarshi turdi. Bayonotda xalqaro jamiyat, bedati va kishilik huquq tashkilotlaridan amal qilib kishilik huquqqa qaratilgan bu xil shakldagi tajovuzchiliklarni to'xtatish talab qilindi. Amerika Islom Kengashi Xitoyga chaqiriq e'lon qildi. Amerika İslami Münasebetler Kengashi Xitoydan Uyg'ur musulmonlariga bo'lgan diniy cheklamalarni to'xtatishni talab qildi. Amerikadagi eng cho'ng musulmonlarning ommaviy huquqini himoya qilish tashkiloti bo'lgan Amerika İslami Münasebetler Kengashi Xitoydan Uyg'ur musulmonlarining diniy erkinligiga bo'lgan davlat tarafidan tasdiqlangan diniy cheklamalarni to'xtatishga chaqirdi. 22-iyun Xitoy davlat raisi Xi Jinpingga yozilgan xatda bu tashkilotning ijroiya direktori Nihat Awad Uyg'ur musulmonlarining diniy e'tiqodini erkin elib berish huquqi yerlik doirlarning to'sqinligiga uchrayotganligini, doirlarning davlat boshlagan zarb berish harakatining soyasida Ramazon mezgilida ro'za tutishni odatdagidek cheklashga urinib, islomiy ibodatlarni va yerlik musulmonlarning an'analarini ta'qib ostiga olganligini eskartdi. U yana Xitoyning erlarning soqol qo'yishi va ayollarning islomiy kiyinishiga cheklama qo'yganligi xabar qilinganligini,
Xitoyning 18 yoshdan tuvan musulmonlarning diniy faoliyat bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymaganligini va bolalari Qur'on o'rgangan va Ramazon mezgilida ro'za tutgan oilalarga ig'ir jarimani qo'yganligini tilga oldi. Xitoy qonunida islom diniga e'tiqod qilganlarning diniy erkinligining qo'g'dilganligini eskartib, Xitoyning o'z qonuni va o'zi imzo qo'ygan xalqaro ahdnomalarga amal qilib, Uyg'urlarning va Xitoydagi barliq musulmonlarning diniy erkinligiga to'sqinlik qildigan barliq cheklamalarni bekor qilishni talab qildi. Bu tashkilot yana Xitoyning Washingtondagi bosh konsuli va Amerika musulmon jamoatchiligining vakillari bilan bir qatimliq uchrashish olib berib, diniy erkinlik masalasini muzokara qilishni talab qilganligini bildirdi. Taliban bilan Afg'onistonning Beyjingda suhbat elib boradiganligi oshkorlandi. Pakistan Taliban bilan Afg'onistonning Beyjingda suhbat elib boradiganligini ilgari surdi. Bu ma'lumotni Pakistan Diplomatiya ministerining davlat xavfsizligi va tashqi ishlar maslahatchisi Sartaj Azizi Islomobodda oshkorladi. Pakistan Afg'oniston amaldorlari bilan Taliban elchilarining pat yaqinda Xitoyda maxfiy suhbat elib berishni ilgari surganligini bildirdi. Pakistan Diplomatiya ministerining davlat xavfsizligi va tashqi ishlar maslahatchisi Sartaj Azizi Islomobodda yuqorqi uchurni oshkorladi. U Pakistan Talibanning suhbat ustiliga kelib, Afg'onistondagi 14 yilga suzilgan to'qinishni oxirlashtirishni butun kuchi bilan qo'llaydi dedi. Lekin u kelarki qitimliq yig'inning o'rni qatorliq tafsilotlarni oshkorlamadi. U Pakistonning Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatni asliga keltiradiganligini, Pakistonning Afg'oniston tinchlik musofasini qayta qo'zg'ashdagi tirishchanliklarining kelgusi 3 oyda natija beradiganligiga ishonganligini bildirdi. Ammo u tafsiliy ma'lumot bermadi. Eginlashcha Afg'oniston davlat mudofaa ministri nomzodi Masum Stanaksani o'tgan oyning oxirida Urumchida Kabul hukumatiga vakolatan Taliban vakillari bilan suhbat o'tkazgan. Uchrashuv 2 kun davom qilgan bo'lib, uchrashishning maqsadi tinchlik musofasining shartlarini muhokama qilish bo'lgan. Sartaj Aziz yaqinda Afg'oniston bilan imzolagan istixborot uchurlarini almashtirish kelishimining ikki davlat istixborot organlarining terrorlikqa qarshi turish hamkorligini kuchaytirganligini, Kabul tarafning bu taklifni avval o'ttirg'a qo'yganligini bildirdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bu kelishimni imzolaganligi sababli davlat ichida zarbaga uchragan. U Afg'onistonni Pokistonga setib berdi deb ayblangan. Xitoy yo'lga qo'yayotgan bir balvoq bir yo'l, ya'ni yangi Ipak yo'li planida Pokiston muhim strategik o'rinda turadi. Rayon bexatarligi Xitoyning bu planini o'ngishli yo'lga qo'yish yoki qo'ya olmasligidagi muhim omillarning biri hisoblandi. Musharrafni majburiy sudga elib kelish qaror qilindi. Pakistanning sobiq prezidenti Parvaz Musharrafning Lal masjid harakatiga aloqador da'voga majburiy elib kelinishi qaror qilindi. Pakistanning sobiq prezidenti Parvaz Musharrafning Lal masjid harakatiga aloqador da'voga majburiy elib kelinishi qaror qilindi. Pakistanning poytaxti Islomoboddagi Lal masjidining Talibanning uvisi ekanligi bahona qilinib elib berilgan harbiy harakatda qazoga uchragan masjid imomi G'ozi Abdurrashidning o'g'lining shu vaqtdagi Pakistan prezidenti Musharraf ustidan elib berayotgan da'vosi davomlashmoqda. Sudchi bashorat advokatlarining Musharrafning mahkamaga kelmasligi haqidagi talablarini rad qilib, 24-iyuldagi sudga majburiy qatnashtirish uchun Musharrafni qo'lga olish qarorini chiqardi. General Parvaz Musharraf 1999-yili shu vaqtdagi bosh minister Nawaz Sharifga qarshi harbiy o'zgarish qo'zg'ab, hokimiyatni qo'lga keltirib olgan hamda 2008-yili iste'fo berganga qadar Pokistonda o'z oldiga mustabid hokimiyat yurgizgan. 2007-yili 7-oyda Musharrafning buyrug'i bilan poytaxt Islomoboddagi Lal masjidini Talibanning uvisi degan bahona bilan harbiy harakat elib berilgan. Bu harakatda imom G'ozi Abdurrashid qatorliq necha yuz odam o'ldirilgan. Musharraf bundan burun vatanga xiyonat qilish, sobiq bosh minister Binazar Botto va sobiq Balochiston valisi Naub Akbar Bugitning o'limiga aloqador delolarda kepillikka erishib qo'yib berilgan edi. Indoneziya o'limolari Xitoyni Uyg'ur musulmonlarining ro'za tutishiga ruxsat qilishga chaqirdi. Indoneziya o'limolar kengashining ma'arif ishlari raisi Anvar Abbas Xitoyni Uyg'ur musulmonlarining muqaddas Ramazon oyida ro'za tutishiga ruxsat qilishga chaqirdi. Indoneziya Antara agentligining 18-iyun xabar qilishicha, Indoneziya o'limolar kengashining ma'arif ishlari raisi Anvar Abbas Xitoyni Uyg'ur musulmonlarining muqaddas Ramazon oyida ro'za tutishiga ruxsat qilishga chaqirdi. U payshanba kuni mundaq dedi: Iroq g'arbiy rayon Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarining muqaddas Ramazon oyida ro'za tutishiga cheklama qo'yilishi kishilik huquqqa tajovuz qilganlik. Biz Xitoyni Uyg'urlarning ro'za tutishiga ruxsat qilishga chaqiramiz.
u Xitoyning cho'ng davlat bo'lish sifati bilan kishilik huquqqa hurmat qilishga, diniga e'tiqod qilganlarning huquqini qo'g'dashga chaqirdi. U Xitoyning yuqori fan texnikasi bo'lsa-mu, lekin kishilarning erkinligini cheklay olmaydiganligini, agar Xitoyning diniy cheklimlarni davomli yurgizaversa, Xitoy davlatining tinchlik va muqimlikni saqlashining barg'ansiri qiyinlashadiganligini ta'kidladi. Anvar Abbos Indoneziya hukumatini Xitoyning Uyg'urlarning ro'za tutishiga cheklama qo'yganligiga qarata aloqador tadbirlarni qo'llanishga chaqirdi. Bundan burun Reuters agentligi qatorliq xalqaro axborot vositalari Xitoyning Ramazonda cheklimlarni kuchaytirganligi to'g'risida xabar bergan edi. Xitoyning Itkush yeyish festivaliga dunyo jamoati qarshi chiqdi. Xitoyda har yili 21-iyun Itkush yeyish festivali o'tkazilib kelayotgan bo'lib, bu yilgi festivali dunyoning har qaysi joylaridagi hayvon suyar kishilar tomonidan qattiq qarshilikka uchradi. Xitoyning janubidagi Yulin shahrida har yili yoz mavsum munosabati bilan Xitoylar tomonidan 21-iyun Itkush yeyish festivali o'tkazilib kelayotgan bo'lib, bu yilgi Itkush yeyish festivali dunyoning har qaysi joylaridagi hayvon suyar kishilar tomonidan qattiq qarshilikka uchradi. Her yili 10 mingdan ortiq it vahshiylarcha o'ldirilib yeyiladigan bu festivalning bekor qilinishi uchun Change.org tor betida boshiltirilgan imzo to'plash faoliyatida 1 milliondan ortiq kishi imzo qo'ydi. Ijtimoiy uchur aloqa vositalarida ilgari o'tkazilgan Itkush yeyish festivalida itlarning vahshiylarcha o'ldirilganligi ko'rsatilgan yuzlarcha rasm tarqatildi. Itlarning tirik holatda terilari so'yilgan, o't ko'ydirilgan, qafasga solab qo'yib ishkanja qilgan ko'rinishlar hayvon suyar kishilarni harakatga otlantirdi va bu festivalning bekor qilinishi uchun imzo to'plash faoliyati boshlatdi. Natijada bu Itkush yeyish faoliyatining bekor qilinishi uchun dunyoning har qaysi joylaridan 1 milliondan ortiq inson imzo to'pladi. Xitoyda bu faoliyat to'g'risida xalq ikki guruhga bo'lindi. Xabarlarda bildirilishicha, Xitoyning ba'zi shaharlarida 600 yildan buyon davom qilib kelayotgan Itkush yeyish faoliyati Xitoylarni ikki guruhga bo'lgan bo'lib, bir guruhga buning bir an'anaviy odat ekanligini davom qilishi kerakligini da'vo qilgan bo'lsa, ko'p sonda hayvon suyar kishilar bu faoliyatning bekor qilinishi uchun Xitoyning 13 shaharda namoyish va yurish qilgan. Xabarda bildirilishicha, Xitoylar Yulinda ko'cha-ko'cha arlab yurib nurg'un itni to'plagan. Bu vahshiy festivalga Turkiyadami ijtimoiy uchur aloqa vositalari orqali norozilik faoliyati boshlangan bo'lib, chorasiz ko'zlari bilan qarayotgan bu bechora jonliqlarni qutqizishga bormisan? Yulin festivali emas, hayvon qatliamidir. Bu insoniy jinoyatdir, sukut qolma degan ifoda bilan qarshilik ko'rsatmoqda va butun dunyoni bu vahshiylikni to'xtatishga chaqiriq qilmoqda. Bu munosabat bilan Turkiya Hayvon haqlari federatsiyasi Haytap Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazdi. Hayvon huquqi ittifoqining qonuniy maslahatchisi advokati Ahmad Shampolat Xitoydagi inson va hayvon huquqlariga qilinayotgan tajovuzchiliklarga qarshi namoyish o'tkazganligini bildirdi. Shampolat hayvonlarni vahshiylarcha o'ldirib yeyishni bayram darajasiga ko'tarib olgan, o'zlarining manfaati uchun hayvonlarning terilarini tirik turg'izib so'yib oldigan, tabiatga rahimsizlarcha buzg'unchilik qildigan Xitoydan boshqa bir davlatning yo'qligini, hayvonlarning huquqlariga tajovuz qilish bilan birga Xitoyning kishilik huquq va butkul yashash huquqiga tajovuz qilayotganligini bildirdi. Xitoyning janubidagi Yulin shahrida har yili 21-iyun Itkush yeyish bayrami o'tkaziladigan bo'lib, bu xalqaro kuchlik inkas qo'zg'ab kelgan edi. Xitoy Tayvan mustaqilligiga qarshi turadigan Tayvan prezident nomzodini qarshi olganligini bildirdi. Bu Xitoyning tunji qatim Tayvandagi hokimiyat beshidagi partiya bo'lgan Kuomintangning prezident nomzodiga inkas qaytarishi bo'lib hisoblandi. Xitoy payshanba kuni Tayvan mustaqilligiga qarshi turadigan Tayvan prezident nomzodini qarshi olganligini bildirdi. Bu Xitoyning tunji qatim Tayvandagi hokimiyat beshidagi partiya bo'lgan Kuomintangning prezident nomzodiga inkas qaytarishi bo'lib hisoblandi. Tayvan masalasi Xitoydagi eng sezgur siyosiy temalardan birisi. Xitoy taraf Tayvanning Xitoyning ayrilmas qismi ekanligini, Xitoyning bir o'lkasi ekanligini da'vo qiladi. Tayvandagi mustaqillikni targ'ib qilgan Demokratiyani ilgari surish partiyasi bo'lsa, Tayvanning Xitoydan mustaqil bo'lgan bir davlat ekanligini tashabbus qiladi. Kelar yili 1-oyda Tayvanda prezident saylami o'tkazildi. Ikki cho'ng siyosiy partiyaning nomzodlari barg'ansiri oydinlashmoqda. Ikkili partiyaning nomzodi ayol kishi bo'lib, Kuomintangning nomzodi hozirgi qonun kengashining muavin boshlig'i Xong Shiju. Qarshi tarafdagisi bo'lsa, Tayvan mustaqilligini yoqlaydigan o'qituvchi partiya Demokratiyani ilgari surish partiyasining prezident saylami nomzodi Tsai Ing-wen. Xinhua agentligining payshanba kundagi xabarida Xitoy Tayvan ishxonasining bayonotchisi Ma Shaoguang Tayvandagi qandoq bir siyosiy partiya va shaxs bo'lsin, faqat Tayvan mustaqilligiga qarshi tursa, ikki qirg'oq munosabati va taraqqiyotini ilgari sursa, biz qarshi olamiz degan.
axborot vositalarida Tayvan mustaqilligini yoqalaydigan Demokratiyani ilgari surish partiyasining raisi Say Yingwenning prezidentlik saylamida g'alaba qilish mumkinchiligining cho'ng ekanligi ilgari surilmoqda. Pokistonda issiqdan o'lganlar soni 600 ga yaqinlashdi. Pokistonda issiq havo sababidan o'lganlar soni 572 ga yetdi. Hindistonda o'tgan oyda havo isib ketib 1700 da kishi hayotidan ayrilgan edi. Pokistonda issiq havo sababidan o'lganlar soni 572 ga yetdi. Ahvol eng og'ir bo'lgan Pokistonning eng cho'ng shahri bo'lgan Karachida issiq o'tib qolish va havoning issiqligiga aloqador kasalliklar sababidan 347 kishi hayotidan ayrilgan. Boshqa rayonlarda 225 kishi qazo qilgan. Pokistonning qo'shnisi bo'lgan Hindistonda o'tgan oyda havo isib ketib 1700 da kishi hayotidan ayrilgan edi. Hurmatli izləyicilər, ən axırda biz bir uqtirish bilan Ma'rif Cemiyeti'nin Türkiyədə fəaliyyət edib beriyotgan Şərq Türkistan Ma'rif və Həmkarlıq Cemiyeti'ninki Muşu aldığımızdaki 7-ci ayının 5-ci günü Xitay təcavüzçiləri Ürümçi qırğınçı gəlib bağanğa 6 yıl bolğan buludu. Muşu münasibət bilan uqtirish e'lon qildi. Bu uqtirishning qisqacha mazmunini sunib o'tamiz. Ürümçi qırğınçılığının 6-cı yılı münasibəti bilan işğalçı Xitay təcavüzçilərinin zulümüge karşı İstanbul'daki Xitay konsulxanası aldıda bayanat e'lon qilish ve muxbirlarni kutib olish faoliyati o'tkazildi. Ma'rif Cemiyeti bu faaliyetga zulümge karşı turush, mazlumning yenida bo'lish, har bir musulmonning imani majburiyati degan shuar bilan mushu shuar ostida e'lon berdi. Sharq Turkistonlik musulmon deb o'zini Sharq Turkistonlik musulmon deb qaraydigan har bir kishining bu faaliyetga aktivlik bilan qatnashishini tavsiya qilganligini bildirib, uqtirish e'lon qilgan. Bu faaliyetga mushu Xitoy konsulxonasiga İstanbulning Safaköy va Zaytunburnu rayonlaridan avtobus bilan elib chiqilganligi bildirildi. Safaköy va Zaytunburundan chiqadigan shu qarindoshlar bu aloqalash telefon nomerlarining hammasi ekranlarda ko'rilib turilyapti. Mush shaklda bu faaliyetga aktivlik bilan qatnashishinglarni talab qilib, hurmat bilan Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyati idora hay'at rahbarligi. Hurmatli televizor shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.